Atalmaq asan. O bir jinsliklarning umumiy atılışı xalas. Amma haqiqiy xalqning hurmat, izzatiga erishib, atalmaq undaq asan emas. Xalqiga vafodorlik amaliga aynalgan vijdondan jasorat nurini chaqnatib, qadamlaridan g'ayrat umidini urg'itib, ishonch irodasi kelajakni nishon qilib olg'a yetaklab mangan ve mağalaydıgan oğlan xalqning ishonchiga olqishiga erishalaydi. Xalq tarozi kimning kimligini taroziga selib o'lchaydigan, baholaydigan, hurmatlaydigan, tilga oladigan xalq. Dunyoda ter to'kmay, emgak qilmay, badal to'lmay bundaq xalqning hurmatiga erishish o'ng'ay emas. Bundaq obro'yga erishish xalqning oldida javobgarchiligi ustun. Şunun üçün bir azimatning xalqi oldida o'z mas'uliyatini ado qilishi, erkakning qaysar mijozi xarakteri, millatiga bo'lgan sevgisi orqali tikildi. Qozog'iston vatanimiz yangi mustaqil olgan iqtisodiy qiyinchiliklar vaqtlarida Qozog'iston iqtisodiga korxonachi sifati bilan bir kishilik hissini qo'shgan, islom dinimizning Qozog'iston vatanimizda taraqqiy qilishi uchun o'nlagan masjidlarni solgan, milliy maktablarimizning ana tilimizni qo'g'dashda zo'r to'hfalarni qo'shgan, ilhom mukofoti Qozog'istondagi millatlar do'stligini mustahkamlashda va ataqliq diniy olimimiz Muhammad Yusufning Tafsir Javharlari nomli 9 tom Qur'oniy kitobini birinchi qitim kirilishga yeziq chiqarib, musulmon qarindoshlarımızga haqsiz tarqatdi. Hammamizga ma'lum Uyg'urumning maqtan tutadigan san'atimizning o'chig'i bo'lgan Uyg'ur teatrini qaytadan zamonlashtirib 8 yil silindi. Mashu qiyinchilik zamonlarda teatr xizmatchilarining chechilib ketmasligi uchun ularning oyligini berib, uni xalqi hozirgi zamonga loyiq teatrning teatr bo'lishida cho'ng rol o'ynadi. Uni xalqi bağlab, teatrga kirgan yerda mramor toshda o'yib teatrning bitishiga bosh sponsor Dilmurod Ko'ziyev deb yozilgan. Buningdan boshqa ko'p ishlarning shahidi bo'lgan. Hozirmi qo'l qo'shtirib turmay milliy ma'rifimizga ko'p ishlarni qilayotgan haqiqiy adib, keng pil inson Dilmurod og'inamning 70 yillik tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Sana baxт, saodat, tinchlik, amallik, uzoq ömürle eng zo'rari tan salomatlik. Nevirlerining cho'ng to'ylarida to'rda o'ltirib, ularning kelajak baxti uchun duo qilishga Alloh nasib qilsin. Hayotda az uchraydigan xo'shalliklarni Alloh sana ko'plab ato qilsin. Aman bo'lg'in.